Assalomu alaykum og'aynilar. Mana bugun Aravondan kelgan bu ikkinchi Tiko. Birinchisi hozir og'aynimiznikini qilib berdi, yuziga 4 litr ishdi uniki. Mana bu qaranglar, mana 2,5 kilometr 500 yurib keldi. 2 kilometr 500 yurib keldi, men oshib qolgan benzinni qaranglar. 50 gram benzin oshib qolibdi yana. 100 gram benzinni yarmi oshib qolibdi. Men hayron qolyapman, qanaqa qilib bunaqa ichib qo'ydi bu hozir. O'zim ham hayron bo'lyapman. Mexanika shahar stilida minib keldi. 2 kilometr 500 yurib ketdi hozir. 500 yurib yana bir 50 gramga yaqin benzin oshib qolibdi. Shunaqa og'aylar. Bu ishni ham ichib qo'ydi desa ham bo'laveradi o'zi-yu. Lekin po fakto hozir mana shu yurib kelgan payti yuziga to'rtta ishda shu. Yana mancha benzin oshib qolibdi tagida. Mana qaranglar. O'zi mana 100 gram benzin qo'yib beramiz, 100 gram. 100 gramdan ona oshib qolibdi. Shunaqa og'aylar.